Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar, bugun 2026-yil 8-oyning 23 kuni yakshanba. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining 121-sonida Amerikaning Uyg'ur majburiy emgak ketishlik jazolagan 43 Xitoy shirkatiga nazar nomli bu suhbat programmasini olib boramiz. Bugungi bu suhbat programmasiga Amerikadagi siyosiy analizchi Mavla Yos afandim taklif qildim. Assalomu alaykum, hurmatli Mavla Yos afandim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga nahmaydan qatnashib berganingizga rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Mana bu ekronni berganingizga ko'p rahmat. Bu to'g'riliq suhbatlashaylik dedim, ma'qul dedim, tayyorladim. Əmsi mən muşu söhbətini başlaşdım burun, avval bir niməni dəb qoyay anlıqçılarga. Aldın qıtım pidai ekranda mən Şərq Türkistanның baylığının birinci qismi mineral baylığını sözləyəndə qaylar sizlə sözləş jarayonida Şinjan degan sözünü işlətdiniz. O sözünü işlətmisiniz o deydi. Bugünmü o gəpni to'la işiltime çünki bu material şu nurg'unlar Xitoyning to'r betidan ilingan. Şunun için üyede Şərq Türkistan deb anmagandiki gaylar nurg'unlar şu to'rbətdən bevas tərcüm qilgan narsalar. Bundaq narsalarni o'zimizni tilga, o'zimizni boshqa o'zgartib etishga bo'lmaydi bu ilmiy sohasida. Buni diqqat qilaylik. Ikkinchi, endi uningda nurg'un yerlar masalanga Şinjan yeziklik ilmiy tadqiqoti deymiz. Uni beriblar Şərq Türkistan yeziklik ilmiy tadqiqoti desak bo'lmaydi. Shuning uchun bu nurg'un yerlarda mushuni tushunishinglarni men umid qilaman. Buningda men Şərq Türkistan deb kelayotganim, qay vaqtda bu ilmiy doklad jarayonida nurg'un narsalarni qayerdan material olgan bo'lsak, shu materialning asli manbachi so'zlash bu ilmiy nim deymiz, axloq. Bunu öz aldığımı özgərtib etməyimiz. Əmsi bolsa mən asla başlavereyim. Durma, ben bugünkü söhbət programımız Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Xitoy ziyaretinden keyin Xitoy qarşı elib bağın bir qatımlıq, yəni soğudu urushdiki, yəni bir yuqori basqıch desak bo'lamdiki, yəni bütünki Uyg'ur majbur emgakka ketishlik bo'layotgan bir 40 Xitoy shirkatini jazoladı. Bunun qarshi Xitoy hukumati Amerikaning bir qism shirkatlariga jazo e'lon qildi. Bugungi bu suhbatda biz shu 40 Uyg'ur majbur emgakka ketishlik bo'lgan bu 40 shirkat qanday shirkat? Bu shirkatlar Sharq Turkistondami, qayerda bu shirkatlarniki oraq ko'rinishi, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qanday munosabatlar haqida tafsil to'xtalamiz. Bu 43 shirkatni bir xil so'zlab tushuntirish uchun vaqt ketganligi uchun biz buni qismli qilib bir necha qismni bilib qilmoqchi. Chunki har bir shirkat haqida qisqa to'xtalamizda buni manal o'tab ketmaymiz. Xalqimizga tafsil bir tushuntirish uchun buni bir qancha bilib so'zlashni o'ylashdik. Yaqin buguncha boshlab baqiliq qancha shirkat tugaydi amsa. Xo'sh, Mavlanka unda bo'lsa boshlaylik. Ma'ba yaxshi dedinglar, bularni-chi bu shirkatlarning men oxirida ko'zdim bu Amerikadagi 43 shirkat Amerika hukumati qilgan qaysi 40 shirkat tizimligini oxirida chiqarib qo'yman, shu vaqtda ko'rsizlar. Bularning har bir shirkatga bunda tayyorlik qilishga 4-5 soat vaqt ketadi. Chunki bu shirkatni inglizchaga olsa, u inglizchada qisqa tushuntirib qo'ydi. Uningki bu har bir shirkatning to'rbiti kirib bosh biti, mahsulot biti, ashyalar ko'p uchurlarni yig'ib chiqadigan gap. Shunga har bir shirkat bu yerda bir 2-3 minutda so'zlab o'tganda qilgan bilan ashuna ustunda jiq vaqt ketadi. Keyin sizlar ashuna tadqiq ashuni bugunman desanglar bo'ladi. Men shu vaqtda ko'zpan shu shirkatni olib Google kirgatsanglar, uning Google qisqa tushuntirdi, uning Xitoycha ismi chiqadi. O Xitoycha ismini yana ochqidan Google kirsanglar, o Xitoy shu shirkatning o'zining to'rbiti chiqadi. O tor bitida endi necha bo'limlar, bosh biti bor, mahsulot bilimi bor, hammasi bor. Shularning ichida uchur yig'ib chiqib, mer qisqa so'zlaydigan gap. Bu masalanga Amerika hukumati 2026-yil 7-33-kuni Amerika Davlat bexatarlik ministrligi buni inglizchada Homeland Security deydi. 43 Xitoy shirkatini Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining
Buni inglizchada The Uyghur Forced Labor Prevention Act deydi. Tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. Shuning bilan Amerikaning Xitoyga qor tizimli kirgizgan shirkati buning bilan jami 187 bo'ldi. Qolganlari burun Bayden hukumat davrida kirgizilgan. Davlat bexatarlik ministerligi 2026-yili 8-3-kundan boshlab Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash irodasi deydi. US Customs and Border Protection degan. Bu 43 shirkatlar ishlab chiqargan barliq mahsulotlarni agar majburiy emgakka chetishlik deb faraz qilsa, kirgan zamatlarni faraz qilsa Amerika hamda bu shirkatlar mahsulotlarining majburiy emgak orqali ishlab chiqarmaganligini, isbotlanmasa Amerikaga kirishni cheklaydiganligini aytdi. Davlat bexatarlik ministerligi shundoq deb e'lon qildi, tornaqchilik ish. Bu korxonalar ya materialni Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidan setib oldi yoki Şinjan hukumati bilan birlashib Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlarni qabul qilish, to'shish, yutkash va yig'ish faoliyatlarini ilib bordi. Endi misha degandiki, men nimasi, endi men 43 shirkat kirib ketay, mana bu shirkatga birinchi Onim chiqib turadi ya. Ekran chiqsa, toz yaxshi mana. Maningda birinchi Şinjan qatnash qurilish guruhi cheklik shirkati. Xitoyni yezib qo'ydim. Ana yerda inglizcha ismini yezib qo'ydim. Nim qilsanglar bo'ldi. Bu shirkatning o'rni, men 3 tarafdan so'zlayman. Shirkatning o'rni, kasbiy va ishlab chiqarish ko'lami. Cheklash, Amerikaning cheklash sababi. Bu şirkatning o'rni Şinjan Urumchi iqtisod va texnika taraqqiyot rayonda. Ashta ulan bizni uqmaymiz, keyin chiqqan rayonlar jumi bizni Urumchiga bilmaymiz ularni. Bu shirkat 1991-yili qurilgan. Bu shirkatning kasbi paychiki davlat kontrolligidagi davlat kontrolidagi cho'ng shirkatlarni davlat kontrolida paychiki Xitoy davlat kontrolligidagi muhim tayanchi korxona va kasbdagi boshlamchi korxona. Asosli savdo faoliyatlari bu shirkatning tosh yo'l yasash, ko'rik, tonel, tog'larni ustiga teshit, shahar qurilish qatorli qurilish turlari. Qurilish materiallari savdosini o'z ichiga oladi. Mushlarning hammasi ichiga oldi bu shirkatning qildig'ini. Davlat darajalik korxona texnika markasi markazi deb e'tirof qilindi. Davlat darajalik bu shirkat. Davlat darajalik korxona texnika markazi deb e'tirof qilinadi. Uning savdosi tadrijiy holda texnika asoslangan asrash va aqliy iqtidorli qatnash qatorliq sohalarga kengayyotidir. Sizlar hammanglar bilsizlar, Xitoyning eng chong AI markazi Sharq Turkiston turma. Bu shu shirkat, shuningmi bu chong mablag' solgan shirkat. Bu shirkat Xitoy bo'yicha eng chong AI nimasi Sharq Turkistonda. Bu shirkatning ishlab chiqarish ko'lami jami 6654 kilometr tosh yo'l yasagan hozir qadar. 100 dan ortiq cho'ng ko'rik va tonel yasagan. Ko'rik tashgan. 160 kilometrdan ortiq temir yo'l yasagan. O shahar ul asliya qurilishi, suv qurilishi, bina qurilishi va sanoat bog'chisi qurilishi qatorliq 100 dan ortiq turni puturgan. Jami sanoat mahsulot qiymati 100 milliard. Milliard, miyadotlar. 1 milliardga 1.9 keldi. 100 milliard yuandan oshgan. Hamda o'lka sirti va chet el bozorlariga aktivlik bilan kengaytirilgan. 2023-yili Xitoyning eng yaxshi 500 qatorga kirgan, eng yaxshi 500 shirkat degan qatorga kirgan. Davlat va avtonom rayon darajalik ilmiy tadqiqot natijalari uchun 100 dan ortiq mukofot olgan. Ham patenti bor. Birinchi shirkat,
To'g'rishdi. Men sizlarga savolingiz bo'lsa so'ranglar, men ikkinchisiga o'tib ketaman. İkincisi Şinjan Xinliyuan. Bularning Uyg'urchasi yo'q juminglar. Qurgan shirkatlar sab Xitoycha ism qo'ydi, uning Uyg'urchasi yo'q bu. Ilaqi Xinliyuan degan Xing degan yingi Ziyan degan mau odamning bunda turish, qirish, bunda nimasi, manbasi yeni bir qabul qilayotgan manba degan ma'no chiqadi. Xinliyuan bio dora cheklik shirkati. Ha, buningki Xitoychani yozib qo'yapman, ana Xinziyuan deb, inglizchani yozib qo'yapman sizlarga bo'lsin deb. O'rni bu shirkatni Xinjiang ili oblast Kunas noyisi. Qonun vakili Taoling degan bularning qonun vakili bu shirkatning. 2025-yil 6-oyning 22-kuni qurilgan. Bu shirkatning kasbi yuqori texniklik korxona ixtisoslashgan, pishiqlashgan alayda va yenglik yoritishchan va yeshil ishlab chiqarish ikki turga ayrildi. Biri alayda va yenglik yoritish, yana biri yeshil ishlab chiqarish ikki turga aylandi. Bu shirkat homildor otning sutidan ilingan qo'shilma estrogenlari. Uyg'urchada otning gorminimi deb ataydi ki. Ha, buni otning gorminimi deb ataydi. Aktiv dora tarkibi. Shundaqla ularga mos keladigan dora tablitlikisi va qaymoqlarni tadqiq qilish va taraqqiy qildirish va ishlab chiqarishga ahamiyat berdi. Otning suti bilan asos qilganda buni shirkatning nimani qilsanglar. Ama buningki ishlab chiqarish ko'lami. Bu xalqaro ishlab chiqarish GMP deydi. Uni yaxshi zavod degan xalqaroninki mukofatiga o'lchimi bo'yicha e'tirof qilingan 3 ishlab chiqarish liniyasiga ega. Bu shirkatning 3 liniyasi bor. Hammasi xalqaroliq GMP deydi. Uni Good Manufacturing Practice. Bularning ishlab chiqarishi yaxshi dunyo o'lchimiga o'tadi degan gap. Mahsuloti 20 dan ortiq davlat va rayonlarga sotiladi. 17 turlik patent bilsangiz huquq. Birinchisi patent deydi Uyg'urcha, patentiga ega. Hamda Yevropa ittifoqining CEP degan o Yevropa ittifoqining berdigan bo'ladi yaxshi degan kinishkisi. CEP guvoh nomisiga erishgan. 15 davlat darajalik muhim fan texnika turini va 863 plan turini ustiga olgan. Otning gorminini sanoat ko'limida ishlab chiqarishni amalga oshirgan dunyodagi ikkinchi shirkatga aylangan. Eng chong shirkat budur. 2023-yili Opton rayon darajalik yeshil zavod va yeza igilikni kasblashtirishdagi muhim boshlamchi korxona deb baholangan. Chong shirkatda buni. Buningki mana tuan qilsanglar rejection reason deb qo'ydim. Axir bir xil desam bo'ladi. Buningki nimasi sal mana buningki sababi axir bir xil davda hamma shirkatlar nima uchun bunday qilaylar ma'ni kichik qarang. Ma'varid shirkat bir-birisiga o'xshamas obyekt qisal qatnash yo'l yasash nimalar emas. Ma'vol biotexnik shirkatga ma'vol. Biotexnik shirkat. Shunga qarshi hammasiniki cheklashga sabab o'xshamaydi bu narsa. Hamda bularda masalan ma'ning cheklash oxirgi kelganda umumlashtirib olsak bo'ladi emasmi? Ma'ning cheklash shirkati men ingliz to'g'rida o'qiyapman hukumatning to'g'ridan. Buningga bu Xinjiang biotexnika source ishlatgan lamp go'shtlar deydi. Qo'yning naslari ning ishlab chiqarishi masalan dorigarchilik ishlab chiqarishi hammasi Xitoyning majburiy emgakning kuchini ishlatgan deydi. Buningda to'g'ri ashni ishlatgan deydi. Buning majburiy oxiri biroq yana bir tushuntiraymi? Uchinchisi Atvan deydi Xinjiang Tianyun organik yeza egilik cheklish shirkati. Bu men o'zim tarjim qilgan jumlalar, shirkatning ismi rasmiy shundan uqmayman.
Cuma Uyg'urcha Xitoychadan, inglizchadan men o'zim inglizchadan o'zim tarjima qilgan. Mava Xinjiang organik yezilik mahsulotlar şirketiga mava. Tianyun deydi, Xitoycha Tianyun Organic Yida igilik çeklik şirketi. Orne bu şirketinin Şinjan ili Kazak Abdunun Oblast Nılqa Nayiyesi. 2014 yılı 2. ayda kurulgan. Bu şirketinin kesbi Tangır Tağ'daki kadimki muzluklardan erigen, muzdan erigen, sulardan paydalanış arkalık süzüklük, tüven temperatura ve yukarı erigen oksigen miqdori bilan alaydilikige ega bulup bu usul ekologiyelik, bulg'inishsiz ve mahsulotlarini yetishtirishni asas qiladi. Ben buların asas Xitay özünün torbitinden ilyaptım. Soğuk su baliqning, soğuk suda baliq tarbiyalashning, soğuk su baliqning urug'ini yetiştirish, aqli iqtidorli ekologiyani asraydigan cho'nqur pishiqlab ishlash ve soğuk zanjirsimon ishya obritining to'liq kasbiy zanjirini qurish. Soğuqliqda ishlaydigan, shu qishda ayal bo'lgan baliqlarni ishlab chiqarishninki shuningki bir tur zanjirsimon ekitib olgan shirkat bu. Endi bu shirkatlar noiti baliq bo'lgandan keyin nurg'un dori hammalar ishlatadi. Bu ishlab chiqarishning ko'lami bu shirkatning yeza egiligini sanoatlashtirishdagi davlat darajalik mo'yin boshlamchi va yuqori texnikalik korxonaga kirdi. Davlat darajalik. Tangirtog' muz erish suyidan foydalanib sovuq ve soğuk baliqlari uchun muhit asraydigan ve asragan tor qafaslik. Muşta bir yani qafas olgan nurg'un suvda qafaslik baliq beqish kasbini taraqqiy qiladi. Şinjangdagi eng cho'ng salmon baliqini ishlab chiqaradigan korxona. Eng cho'ng, Sharq Turkistondagi eng cho'ng baliq ishlab chiqaradigan korxona. 146.800 mo suğa, yer çoğuna 146.800 mo suğa su baliq beqish ve su külümüge ega. Aşınçık su beqish, soğuk su beqish kilimiga aşınçık yoğan yerga ega. 146.800 mo. Yıllık ishlab chiqarish iqtidori taxminan 12.000 tonna. BEP ve HACCP qatorliq xalqaro guvoh nomasiga erishgan. BEP degan eng yaxshi yezliq praktis degan nomga olgan. Erishgan 60 dan ortiq patent texnikasiga erishgan. Patent degan bilsimiz, qashtalab o'qiymiz, patent. Patent ile huquq erishgan. Mahsulotlari, buning mahsulotlari Singapur, Malaysiya ve Rusya qatorliq 8 davlatga eksport qilindi. Soğuk zanjirlik to'shish butun mamlakatdagi asosli shaharlarni qoplaydi. Bular Xitoyning ichidagi butun yerdagi so'qlikni asosiy mushular ta'minlaydi. Bu bizning chunki Sharq Turkistonda Tangirtaq atrofida ashundaq muhit bor. To'rtinchisi Jingzhou Sinian. Jingzhou Sinian degan o'ylash degan gap, xiyol qilishlik, xumor degan gap chiqadi bu yerda. Buni yesang bir xumor, to'xtamay o'ylabla jursa degan ma'no chiqadi. Jingzhou Sinian yemaklik cheklik shirkati. O'rni bosh shtabi Henan. Bosh bekati Henan o'lkasining Jingzhou shahrida 1997-yili qurilgan. Bunun kasbi, bu şirketinin kasbi Xitoydagi keng ko'lamlik kasbi to'ngli tilgan yemeklik ishlab chiqarish korxonasi hamda yeza egilikni sanoatlashtirishdagi davlat darajalik mo'yin boshlamchi korxona. Davlat darajalik. Aloqasi asosligi buning qildig'ini Xitoycha Juava deydi, biz Benshir deymiz-ku, Uyg'urlar. Juava yipshiq guruch
külmeçi Xitaylamda bir qunaqning nimasi ichiga bir qor guruch pishirib yegansan, ish ko'rishga ko'rgansan. Tangzongza deganlik bir xil tamıqı. Cho'chura shu shian 6 cho'ng turdagi mahsulotlarni tartib tadqiq qilib ichish, ishlab chiqarish va setish bilan shug'ullandi. Bu şirketning. Bu yaman cho'ng shirkat bundaq nimalar. İşlab chiqarish ko'lami. Bu şirketning marka ta'sir kuchi nihoyat cho'ng. İşlab chiqarish iqtidori va umumiy setish miqdori davlat ichidagi o'xshash kasbda oldingi qatorga turdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori iqtidori 900 ming, 900 ming tonnadan oshadi. Setish tori butun Xitoyga qoplangan. Butun Xitoyning ichida setildi. Hamda Amerika, Angliya, Singapur, Avstraliya, Şangay, Ovmin qatorliq 20 ga yaqin davlat va 70 dan ortiq rayondagi bozorlarga kirdi. 6 mishadagi Xitoy bozoriga kirsang ba'ular. 6 davlat ichidagi bir chet eldagi ishlab chiqarish bazasiga necha 10 tez to'nglatadigan va normal temperaturlik mahsulot ishlab chiqarish liniyasi necha 10 ming tonna tuvan temperaturlik sovuq saqlash ombiriga ega. 2021 yili Jungodagi oldingi 100 yemak va ichmak korxonasi tizimligiga kirgan. 5. Alar. Bunu alar Xitoyda alar deyil, nimdaydi deb eng oxiri men to'rdan bolalarni so'rasam, bir necha bolalarga xat yozib, buni alar deganni bu Aqsu tarafga aslında alar deydi. Burun u yoqlar bir yezdi, ishlimi yo'q, itizliq deydi. Hozir ashunda shahar o'katdi deydi. O'rni Şinjan Alar shahar. Alar shahar degan Aqsu tarafdagi jumunglar, Aqsu viloyatiga. 2017 yili 1-oyning 23-kuni qurilgan. Buni Alar shahar Janubiy Şinjan karbon yangi materiallari cheklik shirkati deydi. Shirkati. Buning kasbi ishlab chiqarish, yangi energiya, yangi materiallar va yeza igilik biotexnika qatorliq ko'p xil sanoatlarni o'z ichiga oladi. Eng muhim mahsuloti elektrolislab aliyum sanoati. Aliyumni elektrolislab bu ishida ishlab chiqarish kuni har yili aliyumin sanoat uchun 60 ming tonna, ya 600 ming karbon material ishlab chiqarish liniyasi bor. Bu yaman 600 ming tonna bu kasblar bunda ishlab chiqib yamanchi. 23 davlatlik patentga ega. 15 ilmiy tadqiqot va taraqqiyot organi, 23 texnika asos qilgan kichik va o'rta tipdagi korxona, 28 yuqori texniklik korxonasi bor. Ko'lami nihoyat cho'ng, ko'rdinglarni ko'rsanglar bu shirkatning. 6-si Chacha yemaklik shirkati, cheklik shirkati. O'rni bosh shtabi Anhui o'lkasining bu shefi bu shirkatlarda ishkirga bu yemak ishmak shirkatlarda Uyg'urlarni opaga Uyg'urlar nihoyat ko'p zavodda ishlayotganlar nimqanlar. Manda yuzlar emas, aqdan deyishi necha minglab Uyg'urlar shu shirkatlarda ishlaydi ekan. O'rni bosh shtabi Anhui o'lkasining shefi shaharda 2001 yili 8-oyda qurilgan. Bu shirkatning kasbi Xitoydagi eng chong yong'oq meva. Yong'oqni bilmasku, yong'oq meva, uruq va ushak yemaklik. Ushak yemaklik degan ko'chalarda bir etlar kichik bir xatlar bilan yeymizku, snack deb inglizcha. Ushak yemakliklar bilan shug'ullanadigan pay bozorida tizimlatgan oldin qatorgi bir shirkat. Pay bozorida buni ismi bor, paychigi bor. Yeza igilikni sanoatlashtirishdagi davlat darajalik muhim boshlamchi korxona. Bu shirkatning ishlab chiqarish ko'lami dunyo miqyosida ko'plagan ishlab chiqarish dunyoda ko'plab ishlab chiqarish bazasi bor, zavodlari bor. Ve endi bazı degan zavod ve
bazı zavod ve nima ombar hamma narsani o'z ichiga oldi. Bazı ve 11 zavodi bor. Ha, o dünyada. Setish tori ularning o'zining setish tori butun Xitoyni qoplaydi. Butun Xitoyda bular bor. Ham Sharqiy Janubiy Osiyo, Yevropa va Amerika qatorliq 70 davlat va yarı-yonga kengilgan. Bular aşında davlatlar sotudi va shirkat bozorlari bor. 7-si Fujian Chipilang sanoat cheklash burchi. Bu Chipilang degani mana o'rsan 7 bo'ra degan gap. Ne çıkıyor? Anime bu bir marka. Xitoylar markalarini ko'rsan shunda bor Chipilang degan oyoqlar bor. Xili Amerikada Nike deb markalar bo'lganda markasi bor. Bu Chipilang deydi. Chipilang degan 7 bo'ra degan gap. Cheklik shirkati. O'rni Fujian o'lkasi. Guangzhou Xi'an, Guangzhou Xiamen. İki yerdə bularning o'rni boshtab shu ikki yerda bor. 2001-yili 7-oyning 23-kuni qurilgan. Bu shirkatning kasbi Xitoydagi tunji bo'lib pay bozoriga chiqqan kiyim-kechak shirkati. Uning asosliq tijorati ishxona va kundalik turmushga mos keladigan erlar kiyim-kechaklari va jaketga marganlashgan. Mana ikkimizga o'xshash kiyim-kechaklar, kundalik kiyim-kechaklar. Jaket deganlik bundoq chopinib olgan chopinimiz. Uyg'urchami jaket deydigan uni. O jaketni, Uyg'urchami jaket deydigan lug'at kirib baqsam. Shuni qildi. Buni ishlab chiqarish ko'lami uning jaket mahsulotlari uda ko'p yillardan buyon yuqori bozor ülüşini saqlab kelgan, darajasini saqlab kelgan. Bu korxona o'ziga xos Chipilang markasidan boshqa yana bolalar kiyim-kechigi, yuqori darajalik maxsus kiyim tikish sen buyursang bo'ladi. Buyursang bo'ldi, cho'lponlar o'zining kiyimini buraydigan bu shirkatlar qiladi va boshqa sohalarni o'z ichiga oladi. U yana xalqaro moda markasi. Moda Karl Lagerfeld degani bunda 16 bu marka qatorliq markalarning tijoratiga mablag' solgan yoki ularni setib olgan. Ikki chet ellik markaning huquqi bor. 2025-yili bu shirkat 30 milliard 4 million tijorat kirimiga erishdi. U hozir markalar kiyim-kechakni asosliq kasb qilgan, mablag' silish, mülk boshqurish va madaniyat sanoat faoliyatlarini birlashtirishga ko'p xillashgan zamonaviy korxon guruhiga kirdi. Madaniyat degani masalan Gollandiyaga borsa, kiyim-kechaklarni Gollandiyaning xalqining madaniyatiga asoslab ishlaydi. Amerikaning Arabga borsa, Arabning ashundaq ishlaydigan narsalar bu. Uni madaniyatlashtirilgan degan yeri shu Xitoylarning. 8-si bugun so'zlamoqchi bo'lgan oxirimiz Hunan Ayhua guruh cheklash shirkati. Guruhcha. O'rni Boshtabi Hunan o'lkasi Yiyang shahar 1985-yili qurilgan. Kasbi alyumin elektrolitlik kondensatorlarning to'liq turini loyihalash, tadqiqot qilib ichish, ishlab chiqarish va setish bilan shug'ullandi. U yana o'yilgan yaproqcha, inglizchada arched foil deydi, va uningga texnika ilchilab kirib ketmadi va shakllantirgan yaproqcha, Uyg'urcha yaproqcha deb oldiga formed foil deydi. Qatorliq yuqori eqim mahsulotlari shundaqla maxsus ishlab chiqarish uskunlarini o'z ichiga oladi. İşlep çıkarış ko'lami 2025-yili Shanxay aksiya bozorida bozorga selingan. Aksiya bozor pay bozorga sanoat kontrol qilish, yangi energiya. Bular bu yerda yangi energiya deganimiz masalan fotovoltaik, shamol energiyasi, tok qachilash turuklari, uningdan boshqa mashina elektronikasi, 5G, aloqasi, istimal tok ta'minlash,
va energiya tijoratiga energiya tejaydigan yoritish qatorliq yuqori darajalik bozorlarga cho'ng ko'lamda ishlatadigan uskunalarni sotadi. Bu shirkatning asosli xaridori Huawei. Huawei'ni bilamiz, to'g'rimi? Huawei uningdan yana Geely deb qo'ydi, Xitoylar inglizchada Grey deb qo'ydi. Uningdan Haishin, Songsha, Haishinni Panasonic deb qo'ydi, Philips deb qo'ydi. Uningdan Amerikadagi GE General Motors, Universal Motors qatorliq 100 dan ortiq dongliq davlat ishchi sirtdagi korxonalarga mulozimat. Bu shirkatlar cho'ng shirkatlar qiladi. Mana bularning asosiyatdan hammasining sal tuanqisa ana sal yeshil turdi, to'g'rimi? Yeshil xat mushma ashun uchun bu shirkatlarning hammasini rad qilganligining hammasining ashada asli shu inglizcha to'rdan Amerikaning davlat to'ridan olgan so'z. Chuminglar, mening o'zim yezib qo'ygan emas. Buning hammasini ro'z nima desang, bular Xinjiang Production Construction Corp, Xinjiang Bingtuan bilan birlashib, kambag'allarni quturish programmini ishlatish orqali Sharq Turkistondagi emgak kuchini, majburiy emgak kuchini ishlatgan deb gumonlangan shirkatlar. Bu shirkatlar Amerikaning bozoriga kirish uchun cho'qim o'zining ishlatmaganligini xalqaro isbotlab ko'rsatish kerak. Bo'lmasa tamojna beji har qanday odam kirib bu shirkatning emgak Uyg'urlar emgak kuchini ishlatibdi desa ashad rad qilib kirgizmaydi. Uning davlat iltimos qilishi haqqi yo'q. Bir odam berib bular ishtah keldi desa shu degan radla qilib yetadi. Xuddilik biz konsulxonaga vizagini borsak, o konsulxona vizani rad qildi desa tugdi, boshqa ish yo'q. To'g'rimi so'zlaydigan. Anda to'pida sal yuqori chiqira, sal yuqori. Yani aslında tuanda bir 26 degan bir xat turdi. Ashu mana bütün mana entity specific information July 31, 2026 degan ham mushani kirgizib Google kirsanglar mushu shirkatlarning bütün ashu hukumatning to'g'ri chiqadi. Endi ashu hukumatning to'g'rida yanılmış xat bor. U xatni kirsanglar bu 43 shirkatning ismi chiqadi. Mana mushu 43 shirkatning ismi. Ben miyada yılıq sana bir ayrım yanı bir yılıq bir manda ratlangan keyin ko'z qo'ysang bo'ldi. Mush 43 shirkatning ismini men yezib qo'ydim. Ash to'rdan ko'chirib oldim. Bular misol hukumatning to'ridan men qilib ketdim. Endi mishada bir narsa uchun buni hammasi cheklik shirkat deb oldi, to'g'rimi? Bu cheklik shirkat degan nima degan gap? Men qisqa bir 2 minut 3 minut so'zlab o'tib ketay. Bu cheklik shirkat, nimishqa cheklik shirkat deydi bu shirkatlarni. Odatda Xitoy shirkat 9 xil bo'ladi. Birinchisi yakka savdo sanoat oila. Savdo ila tijorat qildiganlar, masalan, Uyg'urlar bor Turkiyada u yoqda mol akilib uzduqay sotadiganlar, bular yakka savdo sanoat oila deydi. Yakka igili korxona, masalan, oshxonalar yakka igili korxonalar kirdi. Ila Turkiyada bir ila sirk yasaydigan zavodlar bor ki, men birga Turkiyada shu Sapa ko'ydima, sen bir yak barsam Uyg'urlarning kiyim tikadigan do'konlar bor ekan, yakkaga kirdi ular. Uningdagi cheklik shirkat. Bu cheklik shirkat degan paychilar o'z qo'shgan mablag' doirasiga javobgarlik tortildi. Masalan, sen 5% bergansan, shu ziyon bo'lsa 5%, foyda bo'lsa 5% sen olsan. Ziyon bo'lsa shu 5% sen tortiladi. Bunda qilgandiki bir shaxsiyning ustiga tushib qolmaydi bu. Bütün o shaxsiyning ichiga tushgan narsa bütün odamlar biladigan, mushta cho'ng shirkatlarning nurg'unlari, mushta cheklik shirkat aylandi, uni hamma odamlarning qo'lidagi paychak shirkatdan sal farqlandi. Mahsulot shirkatning qarzi paychilar va qilgan mablag'dan ishib ketganda shirkat vayron bo'ladi. Shirkat masalan qarzi bütün senin, mening hammamizning sağgan paychigida ishib ketganda bu shirkat vayron bo'ldi deydi. Shirkat vayron bo'lguncha sen Abdurinjan 5% mablag' sağamsan şu 5%'ning derdini sen tatsa, men 10% sağamasam 10%'ning derdini men tatım. Eğer pay degan bo'lsak, sen $100 pay degan bo'lsa, sen $5 alsa, men $10 alma. Şimdi bundaq şirketlarni cheklik shirkat deydi. Bugun o'sha 8 da to'xtaydi.
savol bo'lsa javob beray. Bo'lmasa meni asos so'zlaydigan bugun 8. Hamda 8 deb aslında o'qganda buni har bir shirkatni men mushu birdan so'zlab, har birisini yishim o'rtaklab 5 soatni vaqtim ketdi. İngilizceni izleyme. İngilizce'de to'g'ri kirsang, nice qisqa tushundigan mujmalla. Unga Google kirib Xitoychani izlaysan. Xitoycha izlasang, shirkatning to'rbiti chiqadi. O to'rbitga kirsang, to'rbiti degan shunda jiq narsa. To'rbitni o'qib chiqib, bu ko'limi nima ishlab chiqardi, ularning ilqi masalanga ishlab chiqarish turlari degan bir ayrım. İşlep çıkarış, köylüme, setiş, maliye hepsi ayrılıp çıkıp aşılarını yığıp 3 minutluk bir şirketin aslında sözlüğüce 4-5 saat, 5-6 saat vakit gidip kaldı. Lekin ben 23 yan verdim, hemenler bir yerden işlep çıkarıp köylüsünler buludu aşını. Onu kılmak, onun bir cik, bir iyilik, çok bilimlik birinin ketmeydi aşını ızdep, kirib, qilib, o'tlasanlar, endi men chaqqaroq qilaman. Xitoycham nayt yaxshi. Tezla nim qilaman. Endi sizlar bilmasanglar, astroq qilsanglar, bir kunda bir shirkatning bütün uchurini tep chiqa olasizlar. Chiqib so'zlasanglar bo'ladi. Bundaq narsalarni hamma odam qilgan bo'lgan narsa. Shuning bilan mening so'zim tugadi bugun. Rahmat. Endi 8 shirkat bilan tanishib o'tdik. O 8 shirkatniki qarasak 80% de bizning vatan ekanda, Suda, Urumchida. Yani yezilik. Mende şu yerda emasmi? Material şu yerda emasmi? Materialimiz aşağı boğaşqa. Qolganların hamma qilsam ko'pinchisi asosan Sharq Turkiston degan gapda bu shirkatni hech bo'lmasa. Bugun 8 so'zda 6 Sharq Turkistondan. 6 Sharq Turkistondan boshliqdan bo'ldi-da. Buni qolganda yana nima qilamiz? Hozir bu 40 shirkatniki hozir mahsulotlari hamda Amerika bozoriga kirish butunlay cheklandi degan gap shunaqa. Endi bunda bütün çeklendi demeysen, mesela çekleydi 90, mesela aşağıda ilk bir gibi var. Bunu mecburi emgekke işletmedi diye ispatını gösterisi buludu. Aşın kanda göster o bir, mesela aşın çokum gösterip, muş iş kanda aşın gösterse kırıldı. Göstermişse adam işletipse depla, aşlamış gösterke ispatını karab, rast, Amerika hükümeti to'xtatdi. Amerika hükümeti rast bu mecburi emgakni ishlatmabdi deyisi bo'ladi. Lekin Amerika hükümeti bunu qilish uchun bu Amerikaning federatsiya shirkati bunga nihoyat tekshirib, hammasi kirib, masalan bir oyoq deyli. Oyoqning materiali nereden keldi? Ashning ishlatganligi jip nereden keldi? Sharq Turkistondan keldimi? Aşağıdan kelganimiz mecburi emgak deydi. Aşındaq hiç nereden kelmedi bunun yükü Şanghay'da mı Guangzhou'dan geldi. Hemmini köstüp berelsen kırgıldı. Ama onu kırgızmak menimce hiç bu an 95% çekleyebildi. Abi dediniz cami şirket 180 oldu dediniz mi hazır? Burun Biden vakti çekleyen bir adı 187 oldu. 187 maş 40 şunu katqanda. Ben burun bir ayını ikranında 30'dakin sözlegendim. Burun sözlegendim. Bu da kısa tepsili bir tunuşup çıkıyor dep kaldık da bunun dikini şu müşterilerine tepsilatı kiremsek bunda bir abstraktle bilirkenmiz biz nurgun derslerine. Yani içki kısımda bu şirket nerede, neyim işlep çıkırdı, neyim işte Amerika hükümeti ceza koydu. Asası Uygur mecburiyetine çetişip koyaldık için de şirketniki qayerlige neyim işlep çıkırdığı onun külümü xalqarалық demeler de hemen bilgimizdeki zini yok bu narsanikinde bilişimiz gerekiyor. Zini yok. Demişler ben şu başka bunu sözlegende 3 hemminimizde qandaq düşündürmen degende şu bir beşimden ötüpmüş biz Uygurlar münasebet birinci o'rni. Doğru mu? Onun o'rni demişler bu şirketten Sharq Turkiston ekanligini bilme. İkinci bu kasbi bu şirketler nima ish qiladi? Shuning uchun. Uchinchi menga ishlab chiqarish ko'lami. Muşu qilganda men qandaq tunishtirman deganda o'ylab mush 3ga bo'lib ben mushtaq tushundiray deb bo'lgan narsa. Rahmat. Hozir buningga nima qanday Xitoy hukumati qandaq bir ifoda bildiriblik bunimga? O qattiq norozi o. Ey, inson bo'lsin, Xitoyning eksportining 57% Amerikaga chiqadi. Amerika chiqqan eksport bularga nihoyat qattiq ta'sir ko'rsatdi 57%. Amerika masalan Biden vaqtida texnik qattiq bo'lgan odam Yevropa bilan Amerikaning nima Trump chiqqandagi o'rtadagi kelishimlar ziddiyat ko'payib ketdi.
ziddiyat ko'paygandiki bu Kanadaning bir Amerikaning qonunlarini bular bizning qarimiz yo'q deb bilib bordi. Shuning uchun Xitoyning nurg'un naslari bu davlatlarga yana chiqyotdi Amerikan. Burun Amerika Bayden hukumati vaqtida sen bu ishni qo'yib chiqarsan, munosabati nayt yaxshi bo'lgandan keyin biz sen bilan savdo qilmaymiz deydi. Lekin nurg'un shirkatlar Amerika ashta bisim ishlatsa yana Xitoy bilan qilmaydi. Chunki Amerika bilan bo'lgan savdosi Xitoy bilan bo'lgan savdosidan ko'p. Shuning uchun bu Xitoyga ta'siri nayt cho'ng bo'ldi. Iliq paxtaning maslangida. Paxta degan nima dunyodagi eng cho'ng paxta shirkati Xitoy desang bo'ldi. Amerika çeylik çek muşta birimden çekligen keyin so'zlaganda ko'rsatamiz paxtaning degan setish miqdori 50% tushib ketgan gapda Xitoyda. Sirtqa setish miqdori 50% tushib ketgan. Afrikadagi g'ayduruplar setpas Amerika ular ashni setpasan, olsang az sening erkinliging men sen bilan savdo qilmayman deydi. Qilgandiki to'xta paxtaning 50% uningdagi pomidor dunyodagi eng cho'ng pomidor ishlab chiqargan necha 10 milliard dollarlik shirkat Xitoyda. Dunyo birinchi cho'ng uning 85% paxta bilan pomidorning dunyo bo'yicha qomilga nima 50% mushu shirkat bor. Bularning hozir mushta tushib ketdi. Ilaqqa o'zininki torbita kirib keyin so'zlaymiz, ko'limi qarasang burun degan mushta chiqqan narsa vurli mushta tushib ketdi. Ko'lim cho'ng bo'ldi ta'siri. Xitoyning bu shirkatlar o'ldi degan gapda hamda uni o'ldi, shirkat o'ldi, odam ishsiz qoldi. Xitoylar odam ishsiz qolgandan keyin Gongsandangning gapini kuch qolmaydi. Burada Gongsandang nimani qilsa, yiliq bir mazgil 30 yil taraqqan xalqning qo'lida pul bo'lgandan keyin xalqning birinchi har qanday ishda Amerikadami shu. Haq biz sen yaxshi prezidentmi, yaxshi emasmi, birinchi yon portmini qaraydi. Portminimda pul bormi, yo'qmi? Portminda yaxshili pul bo'lsa sen yaxshi odam. Portmini pul azaygandan keyin sen yomon odam. Jamiyat shundan bosh. Amerikadami shunday siyosatda. Hamma odam yanchiga wallet deydi. Wallet portman qarab bilet tashlaydi deydi Amerikaning xalqlarini. Shuning o'xshash u yerda ishsizlik ko'paygandan keyin turaqsizlik ko'paydi qara. Har xil nima chiqiydi. Hukumat bo'lgan norozilik, har xil ishlar, muqimsiz jamiyat bo'lgan gapda hamda. Bo'lgan gapda. Endi bu to'liroq Xitoyga ta'sir ko'rsatdi. Chunki bu shirkatlarda bundaq shirkatlar ishlaydigan 95% Xitoylar Uyg'urlarni olmaydi. Nay odam deylik tozliqlarga ishni yam bir cho'ng boshliqlarning bolalari kirib qilishi mumkin. Kirib qilishi mumkin. Vaqtda bir odam kelganda Urumchi hukumatda masalan 470 odam ishlaydi, arang 4 Uyg'ur bor deydi. Unda Uyg'urlar kirolmaydi bunda hukumat korxonalarga. Shuning uchun bu ta'sir asos Xitoyga keldi. Uyg'urlar asaldan ushshaq ishlar jon beqib keldi u yerda. Shuning bu ta'sir Xitoyga uchirgandan Xitoylar uchun norozilik bo'ldi. Uyg'urlarga norozilik bo'lsa ko'zga ilibmi qo'ymaydi, chattig'i yo'q. Rahmat Mavlanka, unda siz bugungi suhbatni hamisha oxirlashtirib, suhbatni qisqaroq qilaylik. Qolganini endi kelar qatimliqda qilamiz. Har qatim qarab boqayli, matlanga bu shirkat xalqlar yaxshi ko'ramdi, ko'mamdi bu ishda so'zlashni. Endi hozirgi nimada bu bizniki diasporadik bir g'ayri ahvol bor. Navbatdagi xalqimiz manfaat narsalarni yaxshi bilim sunsa, yaxshi suhbatda qo'zg'ash nisbati tuvan, jidal majra, yuqori emas narsalarni. Buni qilishimizga sabab hamda chunki bu o'zimizdagi Uyg'ur majburiyatligida hozir diasporada xalqaroda eng iqiyotgan bir lobbichilik harakati bu hamda. Uyg'ur majburiyatini cheklash qonunlar ma'qullandi, hatta Gollandiyada bu narsa ma'qullandi. Hatta Yevropa parlamentida 2024-yilisi 7-oyda Uyg'ur majburiyatini cheklash parlamentida bir o'tirib qo'ygancha bu 2027-yilisi 1-oyning 1-kunidan boshlab yo'l qo'yildi deb hamda. Hozir eng oxirgi 3 oy qolib qoldi hisobda. 2027-yilisi 1-oyning 1-dan boshlab hamda oldimiz yangi yildan boshlab Xitoyga bo'lgan besim texmoshilgan gap hamda. Amerikada 43 chekelgan bo'lgan bilan, ammo Yevropaning bu tekshirish texnik chiqadigan gap, o'sha Uyg'ur majburiyatga ketish qo'ygan nurg'un narsalarni Yevropa bozoriga kirmaydi degan gap. Bir necha kun oldin Facebookda chiqarib qo'yibdi, ko'rgansiz ma'nomizga
Ama Uyghur Erkek Teşkilatı'nın kendimiz çıkarıp yaptı. Bizim vatanның gazır ekende, o gazır mazır kiremek Amerika bazırga da, hem de gazırını çekil yaptı. Olmuş Uyghur mecbur hem de bilen ketişlik tepemde, hemisine. Aşı tordun köydün. Demekçi hazır hem de en aşı Uygurların üzü işlep çıkırdığan, üz etizdağı teydiğen nerslerinin kimi Uyghur mecbur hem de Katar krikette degan gap. Bu hem de çoğun bir nemi de biz onu bilmegen bilen nem kılamayız. Çünkü bu şeyler bilişimiz gerek. Çünkü biz bu diasporada yaşagan bolgandan keyin Uyghur davas aralashib atgan bolgandan keyin bu Uyg'urning uyg'otgan xalqaro siyosati nerga ketyapti? Buni xalqimiz bilish kerak bu narsani biz. Keşke biz foydasiz narsaga jiqilsa bo'lamiz. Eslamasak o'zimizga munosabat narsaga diqqat qilishimiz kerak. Uyg'ur majburiy hozir xalqaroda eng iqvatga Xitoy qarshi Xitoy ajallik zarba berayotgan bir lobbichilik harakatida hamda. Lobbichilik harakati bu. Sho'sh bunga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Amerika'nınki mesela aran koluga düşegen bir kurali. Bu Amerika için intayımı aşık Xitayga bir zarbi beriş için bular bir sebep gerekti. Adı Uygur bularning qo'lidagi cho'ng to'qmoqqa aylandi. Shunday bo'ldi. Xitoyning urdigan bir cho'ng to'qmoq. Shunga buni Trump birinci hükümet birinci kıdım prend bo'lganda Uygur qirg'inchiligi bular jazo bermas degan buni o'ttirib qo'ygan zaman demokratiya chiqiblar buni og'dirib etmedi. Qarşı Trump kella bularning qo'liga bir to'qmoq bergandiki bu to'qmoqqa chin esildi. Hozirgi Trumpimiz bu Amerikaning qo'liga bergan bir to'qmoq eng yaxshi yeri buni 95% demokratik ham cumhuriyet bu ishga ashadiy bir raqobat ikki yilda qo'llaydigan nimaga aylanib ketdi. Birdan-bir hozir Amerikani hamma ishda birlik akildigan narsa mush Uyg'ur majburiy emgak qonuniga ikki yil tarafning demokratiya va Cumhuriyet partiyasi ikki yil birlikka kelgan gap. Nayt az uchraydi bundaq narsa. Yani olduğumuz gücünüzse Avrupa'ya katılsa hem de texnik çoğun imkanlıgan gapda. Şunun için bunu tepsili bir düşendirildi dep kalıp düşendirip koşmanı. Maqsad olsa program bo'lgan. Bularni 8dan qilayli. Bu da siz tayyorlab bu kishiga bek uzrab ketadiki. Uzrab ketadi. 8 kelsa 5 qitim tuyitimiz. Bu da işte Twitter onun keyinden Xitoy hukumatiniki Amerika o'chirish xarakterida Amerika shirkatlari qilgan jazosi bor-da, u narsani. Anakana onun bir nazar ag'darib baqalaydi. Chunki nima deyotganda biz kundalik bu hayotimizda mushtaq mas'uliyatlarga uchrashib turibmiz-da, ham bu narsani ekan. Bizning bu elayotganimiz qaysi Xitoyning qaysi shirkat ishlab chiqaryapti? Amerikaning qaysi nimalarni Xitoy cheklayapti? Bu narsani bilib baqalaylik biz buni o'tirib. Butunlayla men anglag'uchilar agar mushta programni yaxshi ko'rsanglar oxirga bunda like like'ni bundaq chekib qo'yinglar-jimi? Endi maslahat cheksanglar, manchik odam yaxshi ko'rganda endi tayyorlaydi. Ondan başka yana birisi demişler hem de sınavkama kompüter sahasındaki ayayınki de biz. Hazır bu ayay bütün to'g'ri so'zlayotgan niyas hammasini suzib olarkan da o'ziga bir manba qildi ekan. Hozir ana bizning bu Uyg'urcha mush qancha ko'p so'zlagan, yozilgan narsa bo'lsa, texnik yaxshi bo'lmasa so'zlagan narsa qolsa, kelibsa ayayga bir manba qolib qoldi bir narsalarniki. Hammaning manba bo'ldi. Hammaning manba bo'ldi. Bütün mushu dataning uchur emas, uchur bilan data farqlandi. Diqqat qilinglar. Uchur degan dataning ichida og'a o'zanga foydali materiallar. Data degan hamma bütün dunyodagi datani ayri ishlatib bo'ldi. Data qanday ishlatiladigan. Ma bizning kirganlarimiz hammasi data olib kirib ketdi. Endi bu AI ishlatgan yerda yaxshi yeri o tilning cheklimasiga uchirmaydi. Shundoq. Bu kirgan o digma bizning so'zimiz kompyuter kirib ketgandan 0 bilan 1 ikki raqamga aylandi. Çünkü AI'da hech qanday til farqi bo'lmaydi. To'g'rimi? Bu kompyuterning ichida bu Uyg'urcha Xitoy deydigan narsa yo'q. Uning ichida hammasi 01 raqamlar. Shuning uchun ishlataverdi uni. Nayt muhim. Bo'ladi, hamsi budalikqa men qog'inni tayyorlang. Buda kelgan Xudoyim so'zlab, ilk vaqtida AI ishliksa yildiq 4 yil tayyorlab qo'ygan uning vaqt chiqmadi. Sen yaqinda aldirashib ketding. Nima bizning Uyg'urcha xas bir vaqtida 2 oyda to'xtab qoldi emas, faqat programma qilinmay, hech qachon sinab vaqt bo'lmadi emas, ulanmadik maydonga. Ona göre MD takibi yana nima qildik buni asli keldi-da, asta-asta qilamiz programmani. Har qarindoshlar, bugungi suhbat programmamiz mishash bo'lsin. Suhbat programmamizni ko'ringlar, taqib qo'yinglar, fikringlar qolib qolsa, biringlar
sizlar mandariq suhbat o'tkazsanglar bo'ldi degan taklif fikrini bersan, ashta shekil suhbatni qilsak bo'ladi. Xalqning inkosi muhim bizga. Bizni so'zlash emas, haq nima ehtiyojidir. Sizlar nima kuchsizlar, mushaqa desanglar, musha munosabat odamlar bilan yana suhbatni o'rlashtiramiz. Rahmat Mavlanka, vaqtingizni chiqarib, nihoyat yaxshi temalarni sundingiz. Qolganlar kelar qatimliq sandik bir şeyler. Hammalar omonat, Alloh omonat.